Avtomat liniya gazobeton. Gazoblok ishlab chiqarish uchun avtomat liniyalar. Yana bitta quyib qo'yasizda, semeni tortib qo'ydi-yu. Semeni ozgina yopiqroq ochib qo'yamiz. Havo ulangan mana semen siloslarga. Semeni chiqarish uchun. Bo'ldimi? Qani? Oching makka. Voy ya, qaynoqqina rastorlar mana. Gazoblok qanday tayyorlanadi deganlarga xuddi mana shunday tayyorlanadi. Endi meshalka dallashtirib, shunday kranda ochib yuborsa mana qolipga quyadi, tayyorda. Qumdan sovaringa lentaga ishlab yotibdi. Mana ketdi mana. Qani ko'tarilishini ko'raylikchi. Qalay ko'tarilyapti? Zo'r. Bo'ldi, yopib qo'ying uni. Bu ham ko'tarilyapti mana. Bittani az tortib bo'lgandan keyin o'chirsangiz, o'chirib qo'yaveramiz samolyot. Mana bu rastorlarimiz sekin ko'tarilib chiqib kelyapti. Yo'q, bitta quyib qo'ying endi, qolmaydi-yu qum bilan semen. Birul o'chirasiz-da. Suvni tortishni boshladi, qum bilan semen tortib bo'lgan. Shunaqa gaplar mana og'alar.